Assalomu alaykum. Bu mikrobiologiya 3-daftar stafilokoklar haqida gaplashamiz. Endi bizda mana bu jadvalda o'tgan mavzularda o'tganimizdek bizda koklar bo'ladi. Ana shu koklarni demak biz catalase fermentini o'zida tutganligiga qarab ikki katta guruhga ajratamiz. Agar u catalase pozitiv bo'ladigan bo'lsa, bular stafilokoklar deb ataladi. Catalase negativlari esa streptokoklar deb ataladi. Aynan mana shu stafilokoklar ham demak o'zida kaugolaza fermentini tutganligiga qarab ikki guruhga ajraladi. Agar kaugolaza fermenti aktivligi bo'ladigan bo'lsa, bu Staphylococcus aureus deb ataladi. Agar kaugolaza negativ bo'ladigan bo'lsa, bu ham o'zida ikki guruhga ajralishligi mumkin. Endi biz buni nabiotsin sensitivitasiga qarab ikki guruhga ajratamiz. Agar nabiotsin antibiotikka resistent bo'ladigan bo'lsa, bu Staphylococcus saprophyticus bo'ladi. Nabiotsinga sensitiv bo'ladigan bo'lsa, bu Staphylococcus epidermidis bo'ladi. Bu mana shu 3 ta bakteriya haqida batafsil gaplashib chiqamiz. Birinchi bo'lib Staphylococcus aureus haqida gaplashsak, mana bu yerda u haqida barcha ma'lumotlar keltirilgan. Mana E rasmda ko'rishingiz mumkin. Aynan gram bo'yash usuli tufayli orqali, ya'ni bo'yalganligida u demak violet rangda ko'ringan. Bu degani gram musbatligini bildiradi. Gram musbat bakteriyalarga aynan gram musbatligini beruvchi xossasi nima edi? Bu ana shu hujayra membranasidagi qalin peptidga loyira. Hop, keyingi xususiyati bu beta gemolitik bakteriya hisoblanadi. Demak, o'tgan darsda ham gaplashganmiz. Bakteriyalarning gemolitik xususiyati, ya'ni qonda gemoliz qilishiga qarab 3 ta guruhga ajratamiz. Ular alfa gemolitik, beta gemolitik hamda gamma gemolitik. Demak, mana bu yerda e'tibor bersangiz, beta gemolitik bakteriyalar qonli muhitga ekilganda complete lysis of red blood cells, ya'ni to'liq hemoliz chaqiradi. Shuning uchun mana bu rasmga e'tibor bersangiz, aniq-tiniq hemoliz zonasini ko'rishligingiz mumkin bo'ladi. Hop, keyingi xususiyati bu katalaza pozitiv. Katalaza fermentining vazifasi nima edi? Umid qilaman siz esingizga keldi. Bu demak vodorod peroksidda suv bilan kislorodgacha parchalashadi. Endi keyingi xususiyati bu kaugolaza ham pozitiv. Kaugolazaning vazifasi aynan shu qondagi fibrin hosil qilish. Fibrinning vazifasi esa qondagi klotlarni hosil qilishdan iborat. Klot bu ya'ni qondagi laxtalar. Endi bu kok bo'lganligi uchun demak klaster shaklida uzun shingilda to'p-to'p bo'lib joylashadi. Endi bu bakteriyani virulens faktorlari bor. Birinchi virulens faktori bu protein A hisoblanadi. Protein A nima qiladi desak, bu immunoglobulinlarni Fc qismi, ya'ni constant regioniga bog'lanib, ularni fagostoz qiluvchi hujayralar tomonidan yutilishini ingiberlaydi hamda komplementlarning aktivlanishini to'xtatishdan iborat. Demak, e'tibor bersangiz, bizda immunoglobulinlar mana bunaqa qismdan iborat bo'ladi. Demak, uni yuqorida ikkita heavy hamda light chainlar orqali mana bu sohada o'zi surface'ga demak antigenni, aynan ana shu bakteriyaning antigeniga birikadida mana bu pastki qismdagi mana bu Fc qismi constant region deb ataladi. Aynan mana shu constant region orqali u kimga bog'lanar ekan? Fagostoz qiluvchi hujayraga bog'lanadi-da. Mana shu bakteriyani fagostoz qilinishini yengillashtiradi. Endi Staphylococcus aureus aynan mana shu Fc qismiga birikapti-da, hamda ana shu fagostoz jarayonini ingiberlab o'ziga demak omon qolyapti. Bundan tashqari bu komplementlar ham aktivlanishini oldini olibdi. Hop, bu asosan bakteriya demak asosan terida, nares, ya'ni burunni kirish qismlarida, ears quloqlar, aksillar qo'ltiq sohasi hamda groin chol sohalarida tez ko'payuvchi bakteriya hisoblanadi. Bu asosan ikki guruhdagi kasalliklarga sabab bo'ladi. Birinchisi bu inflammatory disease, yallig'lanish kasalliklari turli xil. Masalan, bu yerda keltirilgan skin infections, demak teri infeksiyalari, furunkel, karbonkel, ya'ni o'zbek tilida buni chipqon deb tarjima qilsangiz bo'ladi. Turli xil organlarni absesslariga olib kelishligi mumkin hamda pnevmoniyaga ham sabab bo'lar ekan. Staphylococcus aureus asosan demak organizmga virusli infeksiyadan so'ng ikkilamchi infeksiya sifatida, ya'ni superantigen bo'lib pnevmoniya keltirib chiqarishligi mumkin bo'ladi. Hop, undan tashqari infektiv endokarditga ham sabab bo'ladi, ya'ni yurakning klapanlarini zararlashi.
Biz keyingi darslarda ham gaplashib o'tamiz. Bu Staphylococcus aureus, demak bizda bu acute endokarditga sabab bo'ladi. Ya'ni o'tkir progresslanuvchi, tez rivojlanuvchi endokardit hisoblanadi. Boshqa bakteriyalar bor, demak subacute endokarditga sabab bo'ladi. Bular haqida keyingi darslarda batafsil gaplashib o'tamiz. Hamda bo'g'imda bu septic arteritlarga sabab bo'lishligi mumkin, hamda osteomielita, ya'ni suyakka infeksion yallig'lanishli kasalligi. Bundan tashqari, demak, Staphylococcus aureus o'zida demak ishlab chiqaradigan maxsus toksinlari bor. Ulardan misol mana bu TCCT1 toksini, ya'ni Toxic Shock Syndrome Toxin 1. Bu Staphylococcal Toxic Shock sindromiga sabab bo'ladi. Demak, asosan aytib o'tganimdek, Staphylococcus aureus superantigen bo'lib, organizmda demak massiv ravishda sitokinlarni ajralishiga sabab bo'ladi. Buning mexanizmi shundaki, demak, bakteriyalar o'zini antigenlarini mana bu T hujayralarga MHC class 2 molekulasi orqali prezentatsiya qilib beradi. Endi Staphylococcus aureus esa xuddi shunaqa to'g'ri MHC class 2 molekulasi orqali T hujayraga birikmaydi. Ana shu retseptori yon tomonidan birikadi, hamda T hujayralarini koloniyalarni tanlab emas, ularni poliklonal, ya'ni massiv ravishda aktivlantirib, ularda demak ko'pgina miqdorda sitokinlarni ajralishiga sabab bo'ladi. Bunga sitokinlarga interferon alfa, TNF alfa, interleukin 1, interleukin 6 da kiradi. Mana shu massiv ravishda hosil qilgan sitokinlar demak juda ham ko'plab xavfli simptomlarga sabab bo'ladi. Masalan, bu yerda ular keltirilgan fever, vomiting, diarrhea, rash, discommission, terni ko'chib tushishi, shok hamda end organ failure ham sabab bo'lishi mumkin. Masalan, jigarlar zararlanishi hisobiga qonda AST, ALT hamda bilirubin miqdori oshishiga sabab bo'lishligi mumkin bo'lar ekan. Endi sizga tabiiyki savol tug'ilishligi mumkin, qanday qilib bu Staphylococcus aureus bu toxic shock sindromiga sabab bo'ladi. Bu asosan associated with prolonged use of vaginal tampons or nasal packing. Demak, ayollarda ana shu hayz siklida qonni to'xtatish uchun maxsus tamponlardan foydalanishadi. Agar ana shuni hisobidan adashib ketishsa hamda tamponlar qolib ketadigan bo'lsa, demak u Staphylococcus aureus uchun o'sish uchun maxsus qulay muhit bo'lib qoladi. Ana shu yerda bakteriya ko'payib, o'zini egzotoksinlarni ishlab chiqaradi. Ana shunaqa Staphylococcus toxic shock sindromiga sabab bo'ladi. Yoki masalan, burundan qon ketganda nasal packinglardan foydalaniladi, maxsus bintlardan. Mana shuni demak ko'p turib qoladigan bo'lsa, bu ham toxic shock sindromiga sabab bo'lishi mumkin. Endi bu yerda keltirilgan Streptococcus pyogenes ham xuddi shunaqa toxic shock sindromiga o'xshash kasallikka sabab bo'ladi. Shuning uchun mana bu yerda aytilyapti, toxic shock like sindromiga sabab bo'ladi. Bu asosan teridagi og'riqli infeksiyadan so'ng namoyon bo'ladi. Bundan tashqari, Staphylococcus aureus o'tgan darsda eslasangiz, egzotoksinlar haqida gaplashganimizda, ularni heat stability'siga qarab ikkita exception borda. Biri Staphylococcus aureus heat stable toksini, ikkinchisi Escherichia coli'ning heat stable toksinlari. Bu toksinlar enterotoksinlar hisoblanadi. Asosan demak yaxshi tayyorlanmagan yoki yaxshi saqlanmagan go'sht mahsulotlarida mana shu bakteriya o'sib ko'payadi. Ana shu yerda o'zini mana bunaqa enterotoksinlarni ishlab chiqaradi. Bu enterotoksinlar preformat toksinlar deb ataladi. Ya'ni ovqatda toksin turibdi. Buni ahamiyati shundaki, demak ovqat iste'mol qilganingizda juda tez holatda 2-6 soatda demak nima bo'lar ekan? Simptomlar namoyon bo'lar ekan. Chunki organizm tayyor toksinlarni yeganligingiz tufayli juda tez sodir bo'lyapti. Buni ahamiyati yana shundaki, bu enterotoksini heat stable toksin hisoblanadi. Ya'ni siz ming ovqatni qizdirganingiz, isitganingiz bilan toksinni yo'qota olmaysiz. Shuning uchun demak bu holatlar juda og'ir holatlarga sabab bo'ladi. Bundan tashqari, asosiy buni belgilari ovqatdan zaharlanish, ya'ni null-bloody diarrhea, qonsiz diareya hamda emesis. E'tibor bersangiz, asosan ovqatdan zaharlanishda bizda kuchli diareya kuzatiladi. Bu yerda endi emesis, ya'ni qayd qilish ham namoyon bo'lishligi mumkin ekan. Hop, undan tashqari Staphylococcus aureus mana o'zida koagulaza fermenti orqali
demak, turli xil terida yoki organlarda absesslar ham hosil qilishligi mumkin. Koagulyaza fermentini vazifasi nima edi? Fibrinogendan fibrin hosil qilish. Fibrin ana shu klot hosil qilishda juda muhim ahamiyatga ega. Mana shu Staphylococcus aureus atrofdagi qonni gemoliz qilib, u yerdagi fibrinogenni fibringa aylantiradida, o'zini atrofida xuddi maxsus to'r hosil qiladi. Demak, uni fagostoz qiluvchi kelgan leykositlar, makrofaglar shu Staphylococcus aureus fagostoz qilib uni lizis qilolmadida, ana shu yerda o'zlari qotib, o'zlaridagi fermentlarni lizogenik fermentini ajralib chiqishiga tufayli ana shu yerda demak absesslarga sabab bo'lishligi mumkin bo'lar ekan. Bundan tashqari Staphylococcus aureus juda og'ir teri infeksiyalariga ham sabab bo'ladi. Masalan, bu yerda keltirilgan Scalded skin sindromi bunga ana shu Staphylococcus aureus eksfoliativ toksini sabab bo'ladi. Scalded skin sindromi haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsam, bu terini og'ir infeksion kasalligi hisoblanadi. Bunda ana shu Nikolskiy sinamasini ko'rsak, Nikolskiy sinamasi degani bu o'sha terini, ya'ni bemorning terisiga bitta barmog'ingizni qo'yib turib suradigan bo'lsangiz, ana shu terini ko'chib tushishligi bilan namoyon bo'ladi. Bu ana shu Staphylococcus aureus eksfoliativ toksini epidermis hamda dermisdagi hujayralar orasidagi desmoglein 1 degan oqsilani parchalash orqali ularni terini turg'unligini yo'qolishiga hamda terida turli xil qizarishlar, shishlar, terini ko'chib tushishlari og'ir holatlarga sabab bo'lishligi mumkin. Mana shu Scalded skin sindromida. Endi Staphylococcus aureus demak penissillinlarga chidamli shtammlari bor. Biz uni demak MRSA, ya'ni methicillin resistant Staphylococcus aureus deb ataymiz. Methicillin bu laboratoriyada ishlatiladi, asosan amalda qo'llanilmaydi. Penissillinning bir turi. Mana shu Staphylococcus aureus eslasangiz, sitoplazmatik membranani gaplashganimizda, bu yerda embedded proteinlar borda. Bu proteinlarni biz penisillin binding proteinlar deb atardik. Ularning vazifasi ana shu peptidoglikan qavatni qayta rekonstruksiya qilishdan iborat edi. Endi mana shu Staphylococcus aureus ana shu penisillin binding proteinlarning strukturasini o'zgartirdida, ularga antibiotiklar ta'sir qilishini oldini oldi. Aynan biz beradigan antibiotiklar, masalan, penisillin, mana shu penisillin binding proteinlarga kelib, ularga birikadi hamda hujayra membranasini sintezini to'xtatadi. Endi Staphylococcus aureus maqlabdi, o'zini penisillin binding proteinlarning strukturasini o'zgartirish orqali ularga rezistentlik namoyon qiladi. Mana shu shtamni biz methicillinga resistant Staphylococcus aureus deb ataymiz. Bundan tashqari, bu Staphylococcus aureus o'zida panton valentin leukocidin degan toksin ham mavjud. Bu toksin demak leukosidlar qachonki organizmga Staphylococcus aureus qoladigan bo'lsa, Staphylococcus aureus fagostoz qilib, ularni lizis qilib yo'qotishdan iboratda vazifasi. Endi mana shu leukocidin toksini orqali Staphylococcus aureus mana shu leukositlarni parchalab, ularni lizis qiladida, hamda to'qimada nekrozlarga sababchi bo'ladi. Staphylococcus aureusga berilgan barcha ma'lumotlar shulardan iborat edi. Bu yerda juda ko'p ma'lumotlar keltirilgan. Endi biz bularni sketchisida batafsil yana ko'rib chiqamiz. Endi Staphylococcus aureus uchun mana bunaqa sketchi berilgan. Bu The Golden Stuff of Moses, ya'ni Muso payg'ambarimiz davrlaridagi jarayonlar ko'rsatilgan bu yerda. Mana shu e'tibor bersangiz, juda ham turli xil rasmlar hamda ssenariylar namoyon. Endi har bir bakteriyaning xususiyatini, har bir spesifik belgisini mana shu ssenariyga bog'lab qiziqarli rasmda o'rganamiz. Aynan mana shu usulda birinchi darsda aytib o'tganimdek sketchi deb ataladi. E'tibor bersangiz, mana bu yerda demak hamma belgilari ko'rsatilgan. Nimaga associated, ya'ni asoslanib keltirilgan. Birinchisi Moses Robinson or Violet, ya'ni Muso payg'ambarimizga e'tibor bersangiz, kiyimlari nima binafsha rangda, violet rangda. Violet rang bizda eslab qoling, bu gram pozitiv bakteriyani bildiradi. Gram bo'yash usuli orqali o'rganganimizda, bu mikroskopda o'zida demak crystal violet bo'yog'ini saqlaganligi uchun, ushlab qolganligi uchun mikroskopda violet ko'rinadi. Shuning uchun bu yerda kiyimlar rangini violet qilib berilgan.
Endi ikkinchisi bu mana bu yerda e'tibor bersangiz cat keltirilgan, mushuk. Mushuk bizda catalase fermentini bildiradi. Ya'ni Staphylococcus aureus o'zida katalaza fermentini tutardi. Shuning uchun u catalase pozitiv organizm hisoblanadi. Endi keyingisi, uchinchisi bu Pershing of the Red Sea. E'tibor bersangiz, mana bu yerda dengiz ko'rsatilgan, ikkiga ajralgan. Demak, eslasangiz, Isroilliklar Misrliklardan qochib, mana shu dengiz oldiga kelishganda dengiz ikkiga ajraladi va ular boshqa qirg'oqqa o'tganlardan so'ng dengiz yana qayta o'zini asliga qaytadi. Aynan mana shu joyda bizda sketchi qilib, mnemonika qilib keltirilgan. Dengizga e'tibor bersangiz, qizil rangda. Dengiz qizil rangdaligini, demak, bu qon muhiti deb tasavvur qiling. Endi uni ikkiga ajralganligini esa mana shu Staphylococcus aureusdagi coagulaza fermenti fibrinogendan fibrin hosil qilganligini eslab qolishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni qonda tarkibidagi fibrinogendan fibrin hosil qilib, mana shu qon produktini nima qilyapti? U ikkiga ajratyapti. Shuning uchun mana bu yerda keltirilgan Pershing of the Red Sea coagulase positive will change fibrinogen to fibrin. Bu yerda ozgina xato ketgan. Fibrinogenni kimga aylantiradi? Fibringa aylantirish vazifasini bajaradi. Endi to'rtinchisi, mana bu lampaga e'tibor bersangiz, qizil rangda hamda B rasmi ko'rsatilgan. Qizil rangdaligi bu qonni bildiradi. P esa bu beta so'zi harfiga, ya'ni ishora qiladi. Bu degani Staphylococcus aureus bizda beta gemolitik bakteriyalarga kiradi. Endi 5-inchisida e'tibor bersangiz, mana bu erkak tasvirlangan, Tolman. Kiyimiga e'tibor bersangiz, sariq rangda. Demak, Staphylococcus aureusni o'sha maxsus muhitga ekadigan bo'lsak, u o'sha manitolni parchalab, mana shu muhitni sariq rangga kirishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun bu yerda keltirilgan manitol associated with Tolman. Tolman, manitol. Eslab qoldingiz degan umiddaman. Shuning uchun muhitni sariq rangga kirishligini mana bu erkakning kiyimidagi sariq rangdan bilib olishligingiz mumkin bo'ladi. Hop, endi 6-inchisi, mana bu Muso payg'ambarning qo'llaridagi hassalarga e'tibor bersangiz, A rasmi bor. A rasmi bizda associated with protein A. Ya'ni Staphylococcus aureus o'zida protein A virulence faktori bor edi. Uning esa ana shu immunoglobulin geni konstant rejimiga bog'lanib, fagotsiz qiluvchi hujayralar tomonidan yutilishini oldini oladi. Endi 7-inchisi, mana bu yerda Sphinxga e'tibor bersangiz, burni yo'q. Burni mana bu qismda tasvirlangan. Demak, Staphylococcus aureus asosan burunga kirish qismlarida, nares, qo'ltiqda, chol sohalarda, quloqlarda nima qilishligi mumkin? Tez ko'payishligi mumkin bo'lar ekan. Hop, endi 8-inchisi, bizda asosan mana bu ssenariy haqida gap ketadi endi. E'tibor bersangiz, mana bu erkak nima qilyapti? Yo'talyapti. Bunga qo'shimchaga mana bu tuya ham nima qilyapti? Yo'talyapti. Yo'talish bizda pnevmoniya belgisini bildiradi. Ya'ni Staphylococcus aureus virusli infeksiyadan so'ng ikkilamchi infeksiya sifatida pnevmoniyaga sabab bo'lishligi mumkin bo'lar ekan. Shuning uchun bu yerda uni yo'talgan shaklda ko'rsatilgan. Hop, endi tuyada mana bu o'rkachiga e'tibor bersangiz, demak, material yopib qo'yilgan. Buni patch deb ataladi. Mana shu patch belgisi bizda chest X-rayda patchy infiltratlarni ko'rishligimiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun bu yerda patch deb keltirilgan. Hop, endi mana bu yana e'tibor bersangiz, xuddi mana bu virusga kapsidaga o'xshash izokoxodron berilgan bizda. Bu izokoxodron demak shaped capsule of the virus hisoblanadi. Ya'ni xuddi Staphylococcus aureus eslasangiz, shu ikkilamchi infeksiya sifatida superantigen sifatida namoyon bo'ladi. Shuning uchun mana bu yerda keltirilgan izokoxodron shapes of the capsule of the virus. Ya'ni virusli infeksiyadan so'ng aynan ikkilamchi infeksiya sifatida namoyon bo'lganligini ko'rsatishmoqchi bo'lgan bu yerda. Keyingisi, mana bu tuyani tizzasiga e'tibor bersangiz, u demak dastavval tuya tizzalab turibdi. Ikkinchisi, mana bu tizzasi maxsus bint bilan bo'ylab qo'yilgan.
Bu degani ana shu Staphylococcus aureus demak bu homilada septik artritlarga sabab bo'lishligi mumkin ekan. Hop, endi keyingisi tuyani o'rkashiga e'tibor bersangiz, mana bunaqa qizil shaklda ko'rsatilgan. Bu bizda demak teridagi eritematoz absesslarni bildiradi. Eslasangiz, Staphylococcus aureus Cowglaza fermenti yordamida fibrin hosil qilib, organlarda, terida absesslarga sabab bo'ladi. Mana shu ko'rsatilgan teridagi absesslar. Hop, endi keyingisi mana bu rasmga e'tibor berasiz. Bu rasmda e'tibor bersangiz, tuya nima qilyapti? Juda tez yugurib ketyapti. Tuyani aynan ustki qismiga e'tibor bersangiz, mana bunaqa heart belgisi bor. Bu degani Staphylococcus aureus bizda aytib o'tganimdek acute endokarditga sabab bo'ladi. Ya'ni bu juda tezlik bilan progressiyalanuvchi endokardit hisoblanadi. Biz keyingi darslarda hali gaplashib o'tamiz subacute endokarditga sabab bo'luvchi bakteriyalarni. Endi asosan bu endokardit IV drug userlarda yoki ana shu narkotik moddalarni qabul qiluvchilarda kuzatiladi asosan. Ular demak shpritslarni bir-birinikiga almashtirib ishlatishligi tufayli, gigiyenaga amal qilmaganligi tufayli shu qon tarkibiga Staphylococcus aureus tushib qolishligi mumkin bo'ladi. Aynan vena orqali ular tushganidan so'ng Staphylococcus aureus eng birinchi bo'lib yurakni o'ng bo'lmachasiga boradi. O'ng bo'lmachasidan so'ng trikuspidal valve orqali o'ng qorinchaga o'tadi. Shuning uchun birinchi dastlab bizda target, ya'ni trikuspidal valve hisoblanadi. Shuning uchun mana bu ayollar ortki qismiga fonga e'tibor bersangiz, 3 ta piramida ko'rsatilgan. Ya'ni 3 ta piramida bizda trikuspidal valve anglatadi. Mana bu yerga e'tibor bersangiz, ballonda suyaklar ko'rsatilgan. Eslasangiz, Staphylococcus aureus demak inflammatory disease'dan suyaklarni infeksion yallig'lanishli kasalligi, ya'ni osteomielitga sabab bo'lar edi. Hop. Keyingisi asosan bizda mana bu erkak haqida gap ketadi. Buni terisiga e'tibor bersangiz, qo'llari, yuzi, oyoqlari juda qizargan holatda shishgan, bunda terilarning ko'chib tushishligini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Demak, aytib o'tganimdek, Staphylococcus aureus terida og'ir infeksion kasallikka sabab bo'ladi. Ulardan biri bu scarlet skin sindromi, ana o'sha exfoliativ toksin tufayli juda og'ir holat hisoblanadi. Endi e'tibor bersangiz, mana bu erkakni yo'qinchig'ida super belgisi bor. Ya'ni Superman belgisi. Mana shu Supermanni siz super antigen sifatida eslab qolishingiz kerak. Ya'ni Staphylococcus aureus virusli infeksiyadan so'ng super antigen sifatida namoyon bo'ladi-da, MHC class 2 molekulasiga yon tomondan birikib, T hujayralarni poliklonal aktivlanishiga hamda massiv ravishda sitatlarning ajralishiga sababchi bo'ladi. Shuning uchun bu yerda Superman belgisi belgilangan. Hop, endi keyingi gaplashadigan ssenariyimiz bizda mana bu tuya haqida ketadi. Hop, e'tibor bersangiz, u ham juda tez yugurib ketyapti. Uni ustida ayol mana bu og'zini nima qilgan, qo'li bilan yopib turibdi. Bu degani Staphylococcus aureus bizda food poisoningga sabab bo'lardi. Aynan ana shu yaxshi pishirilmagan yoki saqlanmagan go'sht mahsulotlari, mayonezlar, salatlarni yaxshi saqlamaganligi tufayli. Shuning uchun mana bu tuyani ustki qismiga qarasangiz, shu go'sht mahsulotlari hamda mayonezlar ko'rsatilgan. Endi tuyani tez ketayotganligini siz demak tez sodir bo'luvchi, ya'ni 2-5 soatda sodir bo'luvchi food poisoningga olib kelishligini tushunishingiz kerak bo'ladi. Bu ya'ni ana shu Staphylococcus aureus hech stable bo'lgan preformit toksini tufayli sababchi bo'lardi. Hop, endi keyingi gaplashadigan konsepsiyamiz bizda mana bu ssenariy haqida bo'ladi. E'tibor bersangiz, mana bu yerda mana faraon keltirilgan. U demak qo'lida bir narsani ishora qilib turibdi. Buni biz mercy deb ataladi. Mercyni siz MRC deb yodlab qolishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni methicillinga resistant Staphylococcus aureus. Endi Staphylococcus aureus o'zidagi penicillin binding proteinini o'zgartirish orqali penicillinlarga rezistentlik hosil qilardi.
Shuning uchun e'tibor bersangiz, orqa fonda mana bunaqa strukturasini o'zgartirilgan odamlar keltirilgan. E'tibor bersangiz, ular demak mana bu piramidalarni quryapti. Bu degani ana shu penicillin binding proteinlarni Staphylococcus aureus o'zgartirib, hujayra membranasini qayta rekonstruksiya qilishini bu yerda keltirilgan. Shuning uchun ularni demak mutatsiya natijasida penicillin binding proteinlarni o'zgartirish orqali u penicillinga chidamlilik hosil qiladi. E'tibor bersangiz, mana bu Falon qo'lda pencil ushlab turibdi. Pencil bizda penicillinni anglatadi. Agar Staphylococcus aureus meticillinga rezistent bo'lmagan shtammi bo'lsa, demak biz penicillinlardan foydalanishimiz mumkin. Asosiysi biz nafselindan foydalanamiz. Mana shu nafselin juda yaxshi, effektiv ta'sir ko'rsatadi Staphylococcus aureusga qarshi. Bundan tashqari, orqada e'tibor bersangiz, mana bu yerda van keltirilgan. Van bu demak arava hisoblanadi, tortiluvchi. Van so'zini siz vancomycin bilan bog'lashingiz kerak bo'ladi. Ya'ni agar meticillinga resistent Staphylococcus aureus bo'lsa, biz majbur bo'lamiz kuchliroq antibiotik berib davolashga. Shuning uchun bu yerda van keltirilgan, vancomycin orqali davolashi. Hop, demak Staphylococcus aureus uchun keltirilgan sketchimiz shulardan iborat edi. Bu yerda juda ko'p ma'lumotlar keltirilgan. Ma'lumotlarni demak tez-tez takrorlab, o'zingiz yana takrorlab mustahkamlab olishingiz kerak bo'ladi. Hop, endi keyingi gaplashadigan bakteriyalarimiz bu Staphylococcus epidermidis hisoblanadi. Bu ham gram pozitiv, catalase pozitiv, coagulase negativ hamda urease pozitiv kok hisoblanadi. Urease fermentini vazifasi nima edi? Umid qilaman siz esingizga keldi. U ureani, mochevinani ammonik hamda karbonat angidridga parchalashdan iborat edi. Shu Staphylococcus epidermidis demak mana shu ferment orqali o'ziga yashash uchun qulay sharoit yaratar ekan. Bu ham kok tuzilishidagi bakteriya, ya'ni sharsimon uzum singari, demak klaster bo'lib nima qilar ekan, joylashar ekan. Hamda biz ana shu Staphylococcuslarni naviatin sensitivitasiga qarab ikkiga bo'lganiga, agar u naviatinga sensitiv bo'ladigan bo'lsa, bu Staphylococcus epidermidis hisoblanadi. Unga resistent bo'ladigan bo'lsa, bu Staphylococcus saprophyticus hisoblanadi. Mana shu Staphylococcus epidermidis eslasangiz, sketchida demak Staphylococcus aureus nima qilganda, manitolni parchalab, o'zi o'stirilgan muhitda sariq rangga kirishiga sababchi bo'lgan. Mana shu Staphylococcus aureus manitolni demak parchalamaydi. Shuning uchun kulturada hech qanaqa rang o'zgarish yuz bermaydi. Bundan tashqari Staphylococcus aureus demak termini normal mikrobiota tarkibiga kiradi. Shuning uchun demak blood culturelarda contaminate qilib qo'yishligi mumkin. Bu degani, masalan, siz qandaydir qondan namuna olayotganingizda yoki maxsus kulturalar o'stirishda, ana shu qon mahsulotlaridan olishda bu Staphylococcus epidermidis yuqib qolishligi mumkin. Va ana shu muhitda ko'payib siz uni mikroskop ostida aniqlasangiz, katta ehtimol bilan bu kasallik qo'zg'atuvchisi emas, shunchaki blood cultureda demak contaminate qilib qo'yganligini eslashingiz kerak. Unda eng asosiysi bu Staphylococcus epidermidis ortopedic surgeonlarning dushmani hisoblanadi. Bu asosan o'sha bemorlarga qo'yilgan protezlarni yoki bu yerda keltirilgan mana hip implantlarni yoki almashtirilgan yangi qo'yilgan yurak klapanlarini, heart valvlarni ustki qismida biofilm hosil qiladi. Ana shu yerda javob o'tkir klinikalarga sabab bo'ladi. Shuning uchun bularni demak ortopedic surgeonlarni dushman desak ham bo'laveradi. Bundan tashqari IV kateterlar, ya'ni indwelling kateterlar ustida o'tgan darsda birinchi darsda eslasangiz, ana shu indwelling kateterlar, CD kateterlari yoki qon tomiriga qo'yilgan kateterlarning yuzasida bakteriyalar biofilmni hosil qilardi-da, o'zini o'sishiga qulay muhit yaratib, mana shu yerda ko'payib, juda ham ko'plab klinikalarga sabab bo'ladi. Ana shuning uchun Staphylococcus epidermidisdan mana shunaqa producing afferent of biofilm deb keltirilgan. Hop, endi keyingi bakteriya bu Staphylococcus saprophyticus hisoblanadi. Bu ham gram pozitiv, catalase pozitiv, coagulase negativ hamda urease pozitiv hisoblanadi. Aytib o'tganimdek, bu naviatinga resistent hisoblanadi. Endi Staphylococcus saprophyticus ham endi ayollarda demak normal mikrobiota tarkibiga kirar ekan, ya'ni genital tract and perineum sohalarida.
Bu asosan demak betartib hayot yurituvchi young female'larda demak urinary tract infectionga siydik yo'l infeksiyalarga sabab bo'lishligi mumkin. Eng birinchi o'rinda most common deyilgan bu yerda Escherichia coli sabab bo'ladi urinary tract infectionga. Aynan Escherichia colidan so'ng ikkinchi o'rinda bizda Staphylococcus saprophyticus o'rin egallaydi. Aynan shu betartib hayot yurituvchi ayolida. Endi bu ikki bakteriyani sketches bilan tanishib chiqsak. Hop, endi biz keyingi gaplashadigan bakteriyalar bilan Staphylococcus epidermidis va Staphylococcus saprophyticus hisoblanadi. Endi mana shu ikki bakteriya uchun bizda mana yerda bitta sketchi keltirilgan. Dastavval ularning umumiy xususiyatlari bilan tanishib chiqsak. Mana bu pardalarga e'tibor bersangiz, violet rangda, violet rang bizda gram pozitivligini bildiradi bakteriya. Shuning uchun bu yerda violet rang keltirilgan. Endi mana bu yerda ham e'tibor bersangiz, Staphylococcus aureusda cat bor edi. Bu yerda ham cat keltirilgan. Cat bizda catalase pozitivligini bildiradi. Endi mana bu yerda e'tibor beradigan bo'lsangiz, maxsus mana bunaqa idish yuvuvchi demak jihoz ko'rsatilgan. Bu bizda mana bu yozuv turibdi, ammoniya belgisi bor. Bu degani bu ana shu ikki bakteriya o'zida ureaza fermentini tuzganligi tufayli ureyani, ya'ni mochavinani ammoniy hamda karbonat angidrizgacha parchalanishligini ko'rsatilgan. Hop, mana bu idishga e'tibor bersangiz, maxsus qizil suyuqlik turibdi, nurangi qizil. Ya'ni bu degani u qon ko'rsatilgan bu yerda. Endi o'tgan Staphylococcus aureusda eslasangiz, bizda dengiz qizil ko'rsatilib, u ikkiga ajralganda bu yerda endi mana bu minus turibdi. Ya'ni bu ikkiga ajralmagan. Bu degani Staphylococcus saprophyticus hamda epidermidis o'zida demak coagulaza fermentini tutmaydi. Shuning uchun u fibrinogendan fibrin hosil qila olmaydi. Mana shu narsa ko'rsatilgan bizda. Hop, endi biz Staphylococcus epidermidis haqida gaplashamiz. Bu asosan gap bizda mana bu erkak haqida ketadi. Endi e'tibor bersangiz, birinchisi hardware deb keltirilgan. Hardware bu degani aynan shu Staphylococcus saprophyticus bizda ortopedic jointslarga qo'yilgan turli xil hardwarelar, protezlar, yurak klapanlari zararlanishligi orqali infeksiyaga sabab bo'ladi. Shuning uchun aynan shu narsa keltirilgan. Hop, mana bu yerga e'tibor qaratsangiz, bu yerda demak tubelar ko'rsatilgan. Mana tube, mana tube, mana tube. Bu tubelar bizda kateterlarni bildiradi. Ya'ni o'sha endvalin kateter qo'yilgan bemorlarda siydik yo'li kateterlari, qon tomir kateterlari, aynan shu kateterlarning ustki yuzasida Staphylococcus saprophyticus zararlar qo'yilgan bo'lsa, ustki qismida biofilm hosil qilib, ham ko'plab infeksion kasalliklarga sabab bo'lishligi mumkin bo'ladi. Hop, endi mana bu yerga e'tibor bersangiz, heart belgisi bor. Bu degani Staphylococcus saprophyticus ham mana shu yurakni klapanlarini zararlash orqali endokarditga sabab bo'lar ekan. Hop, endi mana bu ustki yuzasiga qarasangiz, mana bu metallarning orasidan maxsus ajralma oqib chiqayotganini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bu bizda demak biofilm hosil qiluvchi bakteriyalarni bildiradi. Ya'ni shu ortopedic jointlardagi yoki protezlarning ustki qismida Staphylococcus saprophyticus biofilm hosil qilib, boshqa bakteriyalarning o'sishini to'xtatadi hamda turli xil antibiotiklarga rezistentlik hosil qiladi. Bunda ham ko'plab antibiotiklar bu yerga demak ta'sir qilishligi qiyin bo'lib qoladi. Shuning uchun e'tibor bersangiz, mana bu yerda van mashina keltirilgan. Staphylococcus aureusda bizda bu arava edi, chunki o'sha payt mashina bo'lmagan, shuning uchun arava keltirilgan. Bu yerda van mashina keltirilgan. Bu degani mana shu biofilm hosil qilgan o'tkir infeksiyada Staphylococcus saprophyticus orqali to'g'ri adashib ketibman. Epidermidisda bu epidermidis orqali infeksion kasalliklarda biz kuchliroq antibiotik, ya'ni vankomitsiddan foydalanishligimiz kerak bo'ladi. Mana shu o'tkir demak endokarditlarda. Hop, endi e'tibor bersangiz, erkakning qo'li juda mana dirty, kir ko'rsatilgan. Bu degani Staphylococcus epidermidis bizda normal skin flora tarkibiga kiradi. Endi normal skin flora tarkibiga kirganda
aytib o'tgandek, first aidda, demak, blood culture'da contaminate qilib qo'yishligi mumkin. Mana bu yerda e'tibor bersangiz, Petri idishchasi keltirilgan, unda turli xil bakteriyalarning o'sishi ko'rsatilgan. Bu degani, aynan kasallik qo'zg'atuvchisi Staphylococcus epidermidis bo'lmasa ham, bu ana shu blood culture'larda tushib qolishligi orqali bu yerda o'sib ko'payishligi mumkin bo'ladi. Katta ehtimol bilan bu kasallik qo'zg'atuvchisi emas. Eng oxirgisi bu mana bu erkakni, demak, qorin qismiga e'tibor bersangiz, uni kindik qismi ochiq ko'rsatilgan. Kindik bizda inglizchada nail deyiladi. Nail so'zini siz naviatsion orqali eslab qolishingiz kerak bo'ladi. Aynan kindik ochiq, ya'ni naviatsion sensitive, nail open. Bu endi Staphylococcus epidermidis uchun berilgan sketchi edi. Endi Staphylococcus saprophyticus uchun berilgan asosan mana bu young female haqida gap ketadi. İstesangiz, endi buni mana bu kiyimiga e'tibor bersangiz, buni kindagi beka. Bu degani nail closed, ya'ni naviatsion resistentligini bildiradi bu bakteriya. Mana bu ayolning qo'liga e'tibor bersangiz, mana bunaqa maxsus idishda suyuqlik, ichimlik bor. Bu xuddi ureter hamda bladder ko'rsatilgan siydik pufagi. Bu degani ana shu yosh betartib hayot yurituvchi ayollarda, demak, urinary traction infectionga sabab bo'lishligi mumkin bo'ladi, ya'ni siydik yo'li infeksiyalarga. Bu demak, Staphylococcus epidermidis hamda Staphylococcus saprophyticus uchun bizda sketch yozildi. Bu yerda ham ma'lumotlar juda ko'p. Barchasini qaytarib, takrorlab eslab qolishingiz kerak bo'ladi. Mana shunaqa qiziqarli rasmlar orqali. Keyingi darslarda ko'rishguncha omad.